Tarixdagi eng buyuk harbiy daholardan biri bitta ahmoqona xatoga yo'l qo'ydi va uni okean o'rtasidagi kichkina bir qoyaga surgun qilishdi. 1812-yil Fransiya Yevropadagi eng kuchli davlat va uning markazida hech qachon mag'lubiyat ko'rmagan odam Napoleon Bonaparte. Ammo bu ham unga yetmaydi. U Rossiyani butunlay tor-mor qilmoqchi bo'ladi. Shunday qilib, u Yevropa tarixidagi eng katta qo'shinini yig'adi. 600 ming askar sharqqa yuradi, lekin ruslar jang qilmaydi. Ular o'z shaharlarini o'zlari yoqib yuborib, chekinaveradi. Napoleon esa ularni tobora chuqurroq quvadi va nihoyat Moskvaga yetib keladi. Ammo shahar alangada. G'alaba yo'q, boshpana yo'q, oziq-ovqat yo'q. Napoleon orqaga qaytishni buyuradi. Ammo kech bo'lgan edi. Qahraton qish boshlanadi. Askarlar turgan joyida muzlab qoladi. Atigi bir necha ming kishi tirik chiqadi. Napoleon Fransiyaga qaytganida dushmanlari uni o'rab oladi. Hatto o'z ittifoqchilari ham unga qarshi chiqadi. Parij quladi va 1814-yilda uni Elba deb ataladigan mitti bir orolga surgun qilishdi. Hech qanday qo'shin yo'q, taxt yo'q, qochish yo'li yo'q. Faqat to'lqinlar va yo'qotgan hayotining xayollari xolos. Yanada qiziq hikoyalarni ko'rish uchun obuna bo'ling.